Kelinlar, garangni yoqib oling. Quloqda karni yoqib oling. E'tibor bermang qayningiz gapiga. Gohida kerak bo'lsa, jinnini ham yoqib olish kerak-da. Ancha-muncha narsaga e'tibor bermasangiz, o'zingizni eshitmaganlikka solsangiz, baxtli bo'lasiz, sog'lom bo'lasiz. Agar qulog'ingizni ding quloq qilib hamma narsaga e'tibor berib, meni gapirishyapti, u deshyapti, bu deshyapti deyaveradigan bo'lsangiz, kasal bo'lasiz. Oilangiz buzilib ketadi. Shuning uchun goh-gohida garangni ham yoqib, o'zingiz eshitmaganga olasiz, zvachkan chaynab yuraverasiz, keyin sog'lom yurasiz, baxtli bo'lasiz. Qaynonalar sizlar ko'rni yoqinglar. Qaynonalar ko'rni yoqib turinglar. Ya'ni kelinlarda ancha-muncha ishlarini ko'rmaganga solib turinglar o'zingizlarni. Ko'zinglar yumib turinglar, o'zingiz sog'lom bo'lasiz. Keliningiz ham, siz ham baxtli bo'lasiz. Ko'zingizni mashinday ochib olib, hamma narsani mana shu tiskilaveradigan bo'lsangiz, o'zingizni ham diqqat qilasiz, keliningizni ham diqqat qilasiz. Oilada tinchlik, xotirjamlik bo'lmaydi.